Xotin, bugun uyga bora olmayman, yomg'ir tagida qolib ketdim. Adasi, jala quyib yubordimi? Ha, jala quyib yubordi. O'zingni ehtiyot qil, bolalarga yaxshi qara. Maylimi? O'zim telefon qilaman senga ertaga. Bo'ptimi? Bo'pti, mayli, xo'p. Bo'pti. Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Qalay o'xshadimi? O'xshadi. O'tiring seni galing. Endi emasmi? Ha. Ayasi, mendan xavotir olmanglar. Men yomg'irda qolib ketdim jalada. 1 metr ham yurib bo'lmayapti ayasi. Bugun bora olmayman uyga. Tushunmadim. Yomg'irmi, qormi? Yomg'ir mana ko'rsataman ayasi. Hamma joy yomg'ir. Kuz bu. G'alati-ku. Nimasi g'alat? Nimasi g'alat ayasi? Nimasi g'alat? Gapirchi. Tez ko'rsatingchi. Ayasi ishonmagan xarakteringni yomon ko'raman sen. Qoramini. Mana yomg'ir yog'yapti. Hamma joy yomg'ir. 1 metr ham yurib bo'lmaydi. Voy! Ayasi, qora tabiat qonuni. Qizil qor yog'ardimi? O'zim ham birinchi marta ko'rishim ayasi. Chataqsan-da, chataqsan. Ayasi, ey! Jon ayasi, O'rtoq, 5 minutda kassaga tiqqani? yo ketamiz bo'ldi. Nimaga yurmaymizmi? Meni hayotimning enasiga tiqdingda. Mana ayasi, suv sep desam, yomg'irga o'xshaydi desam, qorga o'xshatib, pena sevib yuribsan. Cho'q soqani shu siri ko'zing o'ynamaydigan qorami sen hamma vaqt bo'xlashtirasan o'zi. Mana xotin, mana gaplashing o'zlang. Mana ayasi biz toqqa ketayotgandik. Uni katta qilib Chilonzorda o'dik, chiqib qo'ydi ayasi. Biz maza qilgan dam olgan ketayotgandik, qoramini chiqardi. Bemalol. Endi mashinam minasan, uyimga borib ko'chlarni yuklaymiz. Men ajrashaman. O'zing gaplash. Mana ayasi, kulma